Çok maksanlarımız bana sesin kıpırıkta ama çeteliklerim çok yoklamış. Elbette kıldı da ulam er tusa, ulam insan tusa, cınçan insanlar tusa. Hem de mevzuların şimdi onda işit poklar bütün dünyada var. Kıldı Allah'ın baliki miyada hem de huyun favekşi ki. Deyimiz pek complicated, pek mürekkep emez mi? Şunlaşka mesela acışıp kalsa, mesela bir taraf çok uyup kalsa, çok uyup kalan taraf pek ziyan tatlı. Serçen fınga kalan vakti. Eğer de sizin şu nimleriniz, cıncılarınız verişen bolsa, şu çok uyup kalan taraf pek ziyan tatlı. Anladıyken şu ayal kişi balını adette çıkarak köprek ahvalası da ayal kişi bilip verdi. Ayal kişinin şurusu bulmasa, hizmeti şurusu bulmasa, eri muşni çokum ayalını bekiş gerek. Hatta acırışıp kesme ayalını bekiş gerek. Şunlaşka bu Avrupa devletlerinde, şu çetellerde, bemeylerde acırış degense bir şu korkunçluk bir iş. Şunda uzak vakit gidiyordu, dağınsı kılıp degendek. Şunlaşka bula aldırıp toyup ketmeydi. Şu toy kılala bulsa var, beyran kıldı da bula. Çünkü şu avarcılıkla çıkıdı o hesaplar şu erken bağında. Hem de bu cınsı cıncıcala bir gün uxlap kopaplam çıkıp koygan cınsı dep oylap kalmalar. Anandan keyin bizning hozirgi erken dünyada yaşayotganimizga herkes ilqi chigay da hayron qalmanglar. Biz hem de erken cemiyet yaşayotimiz, qizlarning media qilg'isi kes qildi, chiqib o'ynag'isi kes qildi, nim kiyg'isi kes qildi, o'qig'isi kes o'qiydi, xizmat qilg'isi kes xizmat qildi, mashina aydag'isi kes mashina haydaydi, o'g'il bal qilgan ishning hammani biz qila olamiz. Bizning ashu cho'ng yerimiz bor. Sizlarcha mush bekor kelib qolganmi? Yo'q, unday emas. Mush bizning cho'ng yerimiz, bizning pingdonglarimiz, nüçön joyib uchun nurg'unlagan ayollar qon kurash qilib, mishinchilik bugungi holatga yetdik qizlar. Aş elmisaqdan qarab baxsanglarmi, shu ayollarning kurishi, ayollarning qon ter bedeliga biz hozir zamonda yashayotganlar mushinchik holatga keldik. Qizlarga yordam qilganning qanchalik cho'ng yovliqini, muhimligini endi esib ketgansizlar. Şunlaşqa müşü neçə vaqtdan yaxın vaqtda bulayotgan sadoqat vaqalarini ko'rib, shunda ko'nglim xushal bo'ldi. Chunki bütün qizlar, yana shu qizlar yana burun o'g'illarning bir jidal chiqib, yana shu qizlar chiqib ashlarga yordam qildi. Hozir qizlarning jidal chiqib, yana qizlar chiqib jidal qildi. Deyilqi o'g'illarga vijdon paran qilganlar yo'qolib ketdi. Yo'q deganim bo'lmaydi, bir ishkisini ko'rdim, lekin men qizlardek chiq emasda. Shunga qizlar, biz inoq ittifoqli bo'ldik ekanmiz. Mayli qaysi millat bo'ling, qaysi davlatda bo'ling, inoq ittifoqli bo'lib bir-birimizni qo'llaydi ekanmiz, bir-birimizni bohu qildik ekanmiz. Qizlar bizning o'rnimizni jamiyatda xil ustunroq o'rinda turdi. Bizmi boshqalarning tunjonsiga erishimiz. Shunga do'stlar, men har qitim to'rda qizlar to'g'riliq bir narsa degan qizlarning kiyimi, qizlarning tirnoqi degan odamlarni ko'rsatib, beksa quyim tutdi. Qachongacha biz qizlar bilan qilishsa aqasin. O'zingni bir boshqarsang bo'lmamdi. Qani shu qizlarning tirnoqi, kiyimi, olay desek tuzuk qizalik deydiganlar chiqib bir men erni bir tilab qo'yishimdanmi? Mush qitimliq vaqa chiqqan vaqtida ko'rdim, qarsam Çıxla erdimi tan qo'shib tilabdi. Nayt xo'shal bo'ldim, chunki burunqi zamonimizda bo'lsa, onasi qo'pib balsin deydi-da, "Voy, mening o'g'lim hargiz unday emas deydi, mushu tulkijin ozdirib ketdi" deydi. Ayoli bo'lsa berib Shavsanning chichini juldi, Shavsanni mushu tulkijin erimni ozdirib ketgan bo'lsa, "Bu buzlamdi, ozdamgan bo'lsa mushuni keyin kiramdi" deydi. Lekin hozir men to'rdagi narsalar qarsam qizlar o'g'nibdi. Biz qizlar o'g'nibdi, xolos. Bizning jamiyatimizga qizlar o'g'nibdi. Er kishinimi tang tutib tillabdi, er kishinimi o'sha xatoligini cho'ng ko'zitib berib tan tillabdi. Shavsanning qilg'ini xato, erning qilg'ini xato. Men tunga bir shopping ko'rdim, bir qizlar shuni to'g'ri debdi. Shavsanning Shanxay qilg'ini o'z bilan ancha munosabati yo'q. Balkim tunmasqim mumkin. Ashta bir odamni Shanxay qildi, lekin er o'zining jambiyansini, ayni vaqtida sen menga bu huquqni deb olgan xotinini bir qo'lliq Shanxay qildi. Boshqalar uchun bir poq uchun poq. Şuna qizlar biz inoq ittifoq bo'lsaqlar, bizningki mushu jamiyatdagi o'rnimiz texmo ustun bo'ladi, texmo pingdang cho'nyiga erishimiz buni esinglarda ching tutinglar. Anadan keyin ba'zan sanallarimiz bek konxon bo'lib ketmoqlar, chunki bir odamning xatolik uchun boshqalarni tan unda jazolasak bo'lmaydi, chunki bu dunyoda yana zarinshisi bor erlarchiq, o'qigan vaqtinglarda, erlarni tanlagan vaqtinglarda, erlar shu ayol tanlagan vaqtinglarda, qizlar o'g'illarni tanlagan vaqtinglarda, to'y qilmaydigan vaqtinglarda zarinshisi bormi, gibida turamdi, vijdon g'urur bormi, bundaq odamlarni tanlasak, u xuyinimiz unda zavga bo'lib ketmaydi. Men o'zimni misolga aytsammi, men xuyin shu to'y qilib bo'lgandan keyin Bishqanda emas, yana shunda qo'shal qo'ram. Ash bir muhabbatlashayotganimizga o'xshashli qo'shal qo'ram. Chunki ikkimizning o'rtasida hech qanday mimi degan narsa yo'q. Bir ishlar bo'lib qolsa, udum-udum jejva qilamiz. Bu endi rimfin bilan munosabatlik do'stlar. Agar rimfisi nachar odam topsanglar, har qanday davlatda, har qanday yerda askadamga uchrab qolsanglar, o'zinglarni xor qilasizlar. Shunga mening deydiganim endi qizlar mushta ahvollarga uchragan vaqtinglarda, shu eringlar yoki o'g'illar tarafidan bo'zak bo'lgan vaqtinglarda o'zinglarni qo'llashni o'rganinglar. Birinchi bo'lib fa'al bilan o'zinglarni qo'llashni o'rganinglar. Andan keyin shu 帮助的时候，你什么都不要管，一定要求助。还忙了呢，阿玛尼桑会小不小了，你们可能。